minus 4 kilogram sog'lom ozish. Dukin 10 kunlik diyetasi deyiladi. Asosida superfoodga asoslangan. Ya'ni kulli mineral, oqsil, uglevodlaringizni hammasini ovqatlarsiz yopib beradi. Bu mahsulot o'zimizning chiya. O'shandan hozir juda tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Albatta, saqlab olib, yaqinlarga tarqatib, bitta shu laykni bosib qo'yish shart bo'ladi. 100 gram chiya urug'ini olib, unga 250 ml ichimlik suvini qo'shib aralashtiring. Tovoqni ozgina yog'lab, ozgina qizdirib oling. Hosil bo'lgan massani soling va 15 minut ushlang. So'ngra orqasini ag'darib, yana 15 minut ushlab, so'ngra bir tarinkaga olib oling. Berdoni banan ta'mini yanada shirin va uglevodlarga boyitish uchun to'g'rab, yarmini ustiga ag'darib qo'ysangiz bo'ldi. Antiqa bir juda ham shirin taom hosil bo'ladi. Albatta bu Yevropa taomlar turkumiga kiradi. Buni bor yo'q 2 ga bo'lib, ertalab, kechqurun 10 kun davomida iste'molsiz bu kunli non, ovqatlarning o'rnini to'ldirib beradi. Minus 4 kilogram ozishni ko'rsatib berilgan. Albatta qilishni tavsiya qilaman. Bismillah. Mazasi ham zo'r, shifo bo'lsin. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.